Oyga mana olib keldim. Bu yerda yasholmayman umuman. Oyijon, Hadis kelayotgan ekanlar qizim. Tez bitta issiq mastava tashab qo'ying. o'sinimchi oyijon? Sizga gapirganda qiling qizim. U Maftunaga men ish buyurdim, boshqa ish buyurdim. Hop. Maftuna tez ovqat solar ekansiz. Nima qilyapsiz o'zi? Idishlarni artatdim opajon. Oyjon aytgandilar. Nima ovqat qilar ekanmiz? Issiqqina mastava solar ekansiz. Ha, xo'p opajon, xo'p. Kartoshka qatta edi? Yordamida. Shuni ham bilmaysizmi, Maftunaxon? Kartoshka tortmada bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Ha, bo'ldi hozir. Voy, tavba Maftuna. Bu piyozni qizartirmaydimi? Oppoq bo'lib qoladi-yu mastava. Oyijonga yoqmaydi bunaqa. Voy, yoqmaydimi oyjonga bunaqa? Конечно, yoqmaydi. Hozir oppoq suyuq bir balo bo'lib chiqadi hozir. Hamma narsani sobibsiz yana. Voy. Bo'ldi, уже kech endi qilavering endi. Xo'p, shuni ham bilmaysizmi? Voy oyjon, bering o'zim qilaman dazmolni. Yo'q qizim, o'zim qilaman. Boshqa ishingiz qiling. Oyjon, bera qoling, o'zim qilay. Voy, Maftuna. Tavba, farosat ishlamaydimi shunga? Shuncha paytdan beri yashaysiz-ku. Har doim Adajonikini oyijon o'zlari qilganlar dazmol. Bizga bermaydilar. Oyjon, o'zim qila qolay, bering. Oyga mana olib keldim. Bu yerda yasholmayman umuman. O'qishim ham qolib ketdi. Undan ko'ra o'qib yurganim yaxshi edi. Olib keldim mana bunda. Mana endi qo'lga tushding. Hali qarab turgan, ammo jonlarni chaqirib bir sharmandani chiqarmasammi?